Demak, 3-maktabda o'qiydigan o'quvchimiz IELTSdan 7 ball nishani qo'lga kiritdilar. Keling, unda cashbackni beramiz. Tabriklaymiz. Asilbek, cashbackingizni olishingiz mumkin. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Bektash Asilbek, Imperial Academy'da 2 yildan beri o'qiyman. General English'da Dilnoz Ochildiyeva ustozimning kurslarida 1 yil o'qiganman va 1 yil Davron Rahmonov teacherning IELTS kurslarida o'qiganman. Bu esa IELTS natijlari: listening 7,5, reading 7, writing 6,5, speaking 6,5, overall 7. Listening bilan readingda nimalar qilgansiz? Listeningda ko'proq podkastlar va videolar ko'rganman va shunda o'ylaymanki listening oshgan. Readingda esa ko'pincha kitoblar o'qirdim. Hozirda ko'p teenagerlar scrolling qilishadi telefonlarda. Unga qanaqa qaragansiz? Ba'zilar scrolling qilgan bilan foydali kontentlar ko'radi va bu mutlaqo foydali. O'ylaymanki bunda hech qanday zarar yo'q, qachonki to'g'ri foydalanilsa. Chunki internetda resurslar ko'p, videolar ham, ustozlar ham juda ham ko'p. Bu esa insonlar va teenagerlarning bilimini yanada oshiradi. Demak, practice'ni har kuni 4-5 soatlab qilish kerakmi yoki haftada 2-3 soatlar bilan ham yaxshi natijaga erishish mumkinmi? Haftada 1-2 marta yoki 3-4 marta qilish ham foydaliroq. Chunki bu necha soat qilishda emas, balki practice'ni qanday qilishga bog'liq. Siz o'sha practice'ni qanday qilgansiz? Ya'ni reading va listeninglar qilardim va shuningdek Abdulla teacherning praktika sessionlariga qatnashardim va bu ancha foyda berdi deb ayta olaman. Asilbek, IELTS o'qiydiganlarga o'zi tengdoshlaringizga nima maslahat bera olasiz chin dildan? Tengdoshlarimga maslahat bergan bo'lardimki, time management va social mediadan to'g'ri foydalanish bu eng yaxshisi. Imperial Academy'da yosh gapirmaydi va balki rezultatlar. Imperial Academy'ga tashrif buyuring.